Kilosi tak 70 mingligi bor bizada, 80 mingligi bor, 90 mingligi bor sochiqlarni. Bizani xaridorligi sklatdan yana yengili sochiqlarning assortimentlarini hozir tanishtirib o'tamiz. Kilosiga qo'yib ko'rsatib beramiz. Husina sochiqlar nima deyapti bu sochiqlar? Sochiqlarimizni mana klientlarga obzor qilib beramiz. Tak, bizada ona bolalarni ko'p so'rashadi. Mana bular ona bola, banni litsa, 3 xil 4 xil rangi bor. 48 mingdan 56 minggacha chiqyapti. Nega unaqa chiqyapti desanglar, grammajiga qarab farq qiladi narxi ham. Bu ona bola shunaqa chiqyapti. Da, shunaqa bitta ochib ko'rsatib bersangiz, ochib bo'lmaymi yo? Ochib ilib qo'ya qoling mashina. Xo'p bo'ladi. Tak, bularning 4 xil rangi bor. Mana. Aha. Bu yuz sochig'i. Mana kattaligini ham ko'rishingiz mumkin. Bu yuz sochig'ini shunaqa katta. Da, suv ko'taradi. Mana bu banni sochig'i. Villur variant emas ekan, suv ko'taradigan, suv tortadigan variant ekan. Kanzaki mana bizada yuz sochuvlar bor. Yuz sochuvlar ham assortiment ko'p. Mana shuni o'zidan, mana shu modelimizning o'zidan 4 xil nimasi bor, rasvetkasi bor. Buni banni sochig'i ham bor. Masalan, shularni har bittasini ona bola qilib olsa ham bo'ladi, parlab. Buni banni bilan litsada, buni bannisi ham, litsasi ham bor, boshqa ranglari ham bor bularni. Imенно mana shu veluroviylarimiz kiloga 90 mingdan. Ammo bularimizni kiloga 80 mingdan. Men hozir mana buni ushladim, juda yumshoq ekan hozir men. Mana variantlar shunaqa yumshoq variantlar ekan. Sochuvlar mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana bular ham sifati yaxshi mana. Suv tortadigan variantlar. Grammaji qalin variantlar mana. Keyin bu yerda banni sauna sochiqlarimiz bor. Mana banni sochiqlar. Mana bular sauna sochiqlar, kattaliklarini ham mana ko'rishingiz mumkin. Menimcha balandligi bu. Da, mana bo'yimdan ham shunaqa bo'lsa. Da, shunaqa. Keyin qarang. Banni sochiqlar bor. Mana serdichkali. Bular kiloga 90 mingdan. Buni 100 sochig'i ham bor. Parlab 100 sochiq bilan banni qilib olsa ham bo'ladi xaridorlarimiz. Mana ranglarini ko'rishingiz mumkin. Keyin mana bular. Sarpalagi ivory ranglari bor, oqlari bor. Bularni hammasini. Bular 80 mingligi bor. Mana bular 80 mingdan banni sochiqlar. Mana bular 80 mingdan, 90 mingliklarimiz ham bor. Mana veluroviylarimiz 90 mingdan kiloga. Keyin bizda ko'rpalar bor. Kilosi 50 ming so'mdan, donasi 35 ming, 36 mingdan chiqyapti. Har xil assortiment, rasvetka ko'p bundan. Naryoqda hozir ko'rsataman assortimentini. Bu letniy ko'rpalar ekan-a? Da, shunaqa. Yumshoqqina. 1 kishilik, 2 kishilik bor. Yozli variantlar. Shunaqa. Buni ham hisoblab olaylik. Onlayn. Ko'rpani xillari. Men telefonimni. Yo'q, Xurshiddanmi yurib shekilli qo'lida kimdir. Hozir. Mana assortimentlar. Sochiqlar. Bu yerda salfetkalar ham bor. Salfetkalarimiz ham bor. Hozir bilan taroziga qo'yib ham ko'rsatib beramiz. Sochig'i, bu barni sochig'i. Hozir taroziga qo'yib klientlarimiz uchun donasi necha puldan chiqayotganini bilib beramiz. Bu sochiqlar, bu 100 sochiqmi bu ham? 100 sochiq. Bu necha pulligi? Kilosi 80 minglik, 14 ming chiqyapti bu ham. 14 ming so'm. Mana kattaligini ko'rishingiz mumkin. Katta sochiq mana. Keyin mana bunisi ham, bu ham qalingina. Bu 16 ming so'm chiqyapti, 100 sochiq. 100 sochiq 16 ming so'm chiqyaptimi? Ham qaranglar bu. Sovuqali ekan hozir ham. Qo'l sochuvlarimiz. Tak, bu ham kiloda 80 ming, 5900 so'm, 6 ming chiqyapti. Nima bu? 6 ming chiqyapti. Qo'l sochuvlar bilan. Salfetkadan katta ekan bu. Katta salfetkadan. Bo'ldimi? Bo'ldi. Rahmat sizga ham. Kelinglar, shoshilinglar. Sochuvlar tegi kam qolyapti. Uspet qilinglar, ulguringlar.